Agarlikda siz bilan ko'rishma demagan bo'lsam, ishxonadan hargiz chiqmaydim. Voy bo'ldi qiling, o'g'lim sizdek bo'lamda. Taras men topshirgan ish qanday bo'ldi? Mening ishimcha. Avval men topshirgan ish hal bo'lishi kerak. Men o'ylab baqdim. Agarlikda men sizning ishingizni bajarib olsam, mening ishim kelgan siz qilmasangiz men qanday qilaman? Shuning uchun boshqa siz mening ishimni qilib berishingiz kerak. Men gapida turmaydigan odamni yoqtirmayman. Chiqib keting. Bo'ldi? Siz davomli qayiqingizni yeb yashayversangiz bo'g'idek. Bo'ldi. Ishkilimsam siz o'zingizni yo'qolmaydi. Xayr, xo'sh. 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 Oy, yana qaytib kelibsiz-ku, nima bo'psiz? Mening bunday qo'rqinch ichida yashag'im yo'q. Menga yordam qiling bo'lamdi. Men qanday qilib beray? Saqchiq ma'lum qiling. Menga deganingizdan nima foydasi? Meni saqchiga ma'lum qilma deydimsiz. Ular men hech kim yo'qiga gapirib, hatto men o'zimni to'nmog'idek holatda tayoq yedim. Undaqda ishxonangizdan chiqmay yotsangiz bo'g'idek. Sizdan o'tinib qolay. Menga cho'qim yordam qilmasangiz bo'lmaydi. Men abay dedim-ku. Gapida turmaydigan odam bilan qat'iy xo'sham yo'q. Keyin hamkorlashqim yo'q. Bo'ldi. Men xato qilgan bo'lay. Lekin men cho'qim yordam qilmasangiz bo'lmaydi. Sizning ishingizni boshda bajaray. Bo'ldi. Bu gapingiz bo'ldi. Siz ishxonangizni qaytsangiz, sho'pirim sizga tamoq aytadi. Qolgan ishlaringizni ansiramasangiz bo'ldi. Chiqib ketsangiz bo'ldi. Chiqib yechib beraymi? Taras, yuzingizni o'rab menishni unutib qolmang. Siz Bu ikisi birisi-birisidan bek akchon olib qolgan. Bularni dadisi bek yaxshi ko'rdi. Sizni bek yaxshi ko'rgansiz emas, mamma. Shu dadisini yaxshi ko'rishini oldida bilan yaxshi ko'rishim hech qancha gap emas. Faqatli birisini zo'lab, birimiz degechkilar bu shunda bo'lib qolgan. Lekin Subiyokam sizdan ranjib qolarmi? Ha, shu sababdan men dadis tarafda 7 yil turib bu ishni o'ngishamadim. Voyjon. Oy bo'pti, ichingizni siqmang, amma. O'ngishlik. O'ngishlik ketar. Ya bilsen ama ezelde yalnız kılma. Ya aka bir keçirit ama canım azlık kaldı canım aka mina. Alina bilan bo'lgan ishlarim unutib ketdi aka. Pul ma'qul degan emas ketdi. Hey, ben senden soradan gap var dedim ben. Ras Subirda kim bilan ha? Ben şu Sübey'nin işi bilen seni izlep geldim. Şu an ama U yo'qmi? dünya demiş kıldı o saran şair. Acayip ensiratdan adamni. Demek de Sübey'sin vuruptu da. Öçün ağın bağım yok mu? Vahshiba. Vurib men qanğıcha uchimni olmasam bo'ldi qilmayman men buni. Bunda kozcu yavaşlık bilen bana maslaş. Ma'qul aka. Sübey qandaq olup bayılap qalgan. Chaq qilyapti akasi. Onun üstüki Veli Bay'ın oğlu deydi. Bu işlerini bir düşündürüp koydum. Ya aka. Biraz chaq qilyapti. Qanda Veli Bay'ın oğlu olab qoldi ya. Yalandaş. Ya ben qara bu işlerini Nigar'dan başqadan bilmeydikenligine. Bırak men onu kallamda ötmeydi. Veli Bay'ın oğlu deydi. Sen qanda qaraysan bu işe? Bu Veli Bay'ın oğullab qalsa, tugashkinim shu emasmi meni? Men uyg'onsam uni. Bunday ish meni. Bu oyunu sana çoğun oyna deptiken.
Bu işlerini özemelikle. Sen kaytıver. Ay aka. Voy men sen ne olsam ben şu yerda. Sen yipishiblam, sen yardım qiliblam, meni tanlam. Ya mış to'qshiralik bilan sen bir taraf qilma demoqchiman ishni. Chaqchaqatamsan aka. Bizim bo'sh emas hozir. Sanli bo'ldi ekansan aka. Sendek lakam bo'ldi ekan. Hech kimni qo'rqmayman go. Qiqas. Das men ketay sen hal qilma ishni. Ya aka. O'sha chaqchaq qilib o'sha sen ko'nglim ochmaymasin jonim aka men. Chaq. Mayli sen. Samimiy bo'la fikrim juma. Ya men go aka shunda samimiy. Endi o'ylab qoldim bu laqqa shoiri nima deb izdasa deyman. Pulning shomonda fikrim. Ben düşergense Bugungi yig'inda asosiy o'tirib qo'ygan masalalar bo'lsa 2020-yili taqilib ketgan do'konlar va uningki sababi bo'ldi emasmi? Shu abayliqi liderning katib men tepuribdi. Menga yordamlashib shu narsalarni bir xotirlab qo'ygan bo'lsanglar, men topshirib bersanglar, ishlar oson to'xtaydi deb shunday qilish beraylik. Ularning ishlari oson bo'lsin. Men bolroq ishdan tushildi. Qaysi shu? Shu shumi? Bo'ldi. Hayriyat. Ay to'xtab turing. Jep. To'yga oz qolganda jimib ketdi-ku bu. To'y qilgan bo'lganmidan? Yo'q. Men ishga kirib chiqay, hozir chiqaman. Bo'ldi. Nimda chaqasam olmay kirib ketaversan? Chiqib ket. Sen bilan paranglashqim yo'q. Priyat. Nima? Chiqib ket, paranglashqim yo'q dedim. To'yimizni qachon qilamiz? To'y? Senin kallangning derdi bormi ya? Beşimde birimi o'tish to'yning gapini qilyapsan o. Shu Nigar apagan to'y ko'ynakni vaqtida buyurib o'tmasak, keyinchi ishlatkili bo'lmaydi ekan. Shu an kirgandim qishonga. Hamsi buyurayver. Lekin tayyorligimiz bitmagan bo'lsa, keyinchi ulgurmaydigan bo'lsa, Hamsi tayyorlik bitgan birasi bilan to'yini qilayver. senchi to'y degan xalq odam bilan qildigan ishmi? Bums bildi ekansa, sen qanday o'ylading bilmadim, lekin men bo'lsam qilayverman. Men sendan bundoq javobni anglashni faqat xohlamaydim. Yana qanday javobga erishmoqchisan? Men sen uchun hamma ishni qildim. Men tig' seni meni uyda o'ltirg'izib, Malikining kunini ko'rsatdi deb o'ylab ekanman. Sen uyda o'tirsan Maliklardek emas. Balki birer pay oyog'ini biraz ekab beramdiki deb kutib o'tirgan kul qizning uyi bo'lsa, uqdingmi? Riyat, Nima riyat deyaversa qildigan boshqa ishing yo'qmi? men sen uchun qilgan ishlarim bilan toshqin guruhiga yuz kelolmayman. Men bu guruh kelishdan burun, agar mushu guruh meni qabul qilib qolsa, men cho'qim butun kuchimni chiqarib yaxshilashib ishlayman deb o'zimga va'da bergandim. Kim bo'lsa men bu guruh kelgandiki, sendek bir ish bilan bilan bir yo'lda maqman deb o'ylab maqmabdi ekanman. Sendek ish bilaslar bu guruhga lozim emas. Yo'qolishing kerak. Sening bir eg'iz gapingmi? Men bu gaplarning hammani achiqib, dard seni ishdan bo'shatqizayman. Men Mayzoning qanchalik dastlab bu guruhning boshqalarni yaxshi ko'rishga erishtirganligini obdan bilaman. Senchu meni yuz xotiri qilmadi deb o'ylab qoldim. Men xatar muhabbat yo'lda sendek bir nima bilan bir yo'lda mengishni o'ylab boqmabdi ekanman. Chiq ket. Kaynimdan har qanday gap chiqar ekan, ketilgan men emas sen bo'lib qolsan. Eng yaxshisi meni tishimga tegdi.
Sağolların xeyli yaxşı gəl Cuma. Da, sen o bilip oldu. Ben izleyip baş uzanın köz çıktı. Fırsat kep kaldı. Fırsat oldu vermeydim. Şuna kanda alıp gitti bu işler. Qanda olib ketdi? Qara. Men necha yo'qolib ketsam, hammang bir-birsingda o'ta xumso ketibsan, ha? Belki sen işip gitti Cuma. Kanda olsan işine yol şu olap kaldı da. İşdan yo'li shu qoldi dedi. Men sana gapni ochiqin deyavera qara. Silim udullish qilgan bo'lib ketibsiz emasmi? Ay, yana ish qanday oldi? Ha? Ha? Qachongacha mushta yurimiz deyman, bir ishni hal qilolmay. Yana ish tukkandi ekan. Sen bir minutmi ko'rgim yo'q. Ko'zim ko'rinma. Ha? Chim bilan aralashsam, ishim poq degan shu ekan. Biz o alağını bak. Sen bile bana afıkılıp kaldın gibi tamam. Sanırım şamam dayı. Bu ağlına diyen bir de o kıldıraşını kıplıp bekar eşkimizle akıf kap koydu desen. Ha, şunda oldu. He? Sen kızların pek çıkken koyalsan. Ön kimi sattan? Nigar depresik sattım. Hem yakınlaştı. Bakara, bu Nigarca Süleyman Buran tuncu muhabbeti. Sen demiş kız digenligimni endi bilgensen. Bu yaxshi bo'lgan. O'sha orqaliqmi men seni izlaydigan yaxshiroq tursa chiqdi. Ben sana qo'ya sher. Men kalloying tuma deb qolma Juma. Ya qat'iy unda emas Juma. Sen de men kallo o'ynatmasan, men qat'iy unda emas. Sen men bilan o'zing surishtirdim sen tag'in. Jim o'tgan oyoq birdan ekansan Juma. O'rmonliq qulab qolgan bo'lsan qisqa. Yo'q. O'rmonliqni yıkarsa bir kichik qoldiran so'zlar. Voy bundoq boshlaydi. Biz ham o'ynaymiz. Maraz qaytib keldimmi lider? Sizdan uchun. Men daha bu ishlarni bundan keyin shundoq o'zgarliklarga o'xshaydi deb ansirgandim. Sizni o'rningiz menga o'zgarmaydi desin. Tashqi guruhi bo'ldi ekan siz bo'lsiz. Rahmat lider. Meni sizga yana bir gapim bor desam bo'ladimi? Sizning nima deyotganingizni bilmayman. Siz qanday bilasiz? Subiymi bir necha kungacha qaytib keldi. Men bu korxonada kimning tashqi guruhi va men uchun sadoqatman. Kimning sadoqatsiz. Kimning amaliy qo'l silib xizmat qildiganlik. Ya'ni kimning yana ishlatganligini men to'liq bilaman. Bu qo'timliq sizning va Subiyning korxonada vaqtliq ayrilishi bir qo'lliq o'rlashtirilgan, planlangan. Albatta ishlar yaxshi bo'lib ketdi. Ham suzildi. Men sizning hamma ishlarni bunda aynan bilganligingizni faqat o'ylab baxmabdi ekanman lider. Rahmat sizga. Biroq sizga deydigan yana bir ish bor. Riyatni ishdan bo'shatsak demoqchimi? Men demak turib siz qanday bilib oldingiz? Men qaragan demek bor. Riyatni ishdan bo'shatsak bo'ladi. Ammo uning tashqi guruhimiz uchun qilgan ajr emgak bir bor. To'pisi bor. Biz jamiyatda xato yo'lda mangan, to'g'ri tafakkur yo'nalishi bo'yicha ish qilmayotganlarni
aramızdan şamla versek, elbette o qaysi o'ringa borsin, yana o'zining tanlagan yo'li xato yo'lda bo'lib qoldi. Bu jamiyat uchun ofat bo'lib qolishi mumkin. Demak, biz o'zining yo'lini topolmayotganlar uchun badal to'lasak bo'ldi. Arziydi. Bu bizning tashqin guruhiningki korxona madaniyatiga singib ketgan bir ish. Siz va men Subi qatorliq bir qism riyatni to'liq tushungan xizmatdoshlar birlikda uning o'ng'ishilishi uchun, o'zining xatoligini tuzatilish uchun bir kuchab baqaydi. Agar yanada o'zgarmasa, o'zining tanlashi bo'lsin. Buldu lider sizning deganingizdek bo'lsin. Biroq mening ansiraydiganim Subi kelib qolsa nima ishlaydi? Tashqin guruhi mavjudlar bo'ldi ekan, Subining o'rni o'zgarmaydirsan. Ma'qul boshliq tushundim. Rahmat sizga. Amsi men chiqib ishimni qilaveray. Bo'ldi. Voy, sizga benim iş katsız. Meni qo'yib, sizdan kelaydi. Siz nima ish qilyapsiz bu yerda? Uzun bo'pti-ku, ko'rashmaganda sizni yiraq bir yerga ketdi deb olishim. Ben qaytib kelib tarbiyalash maktabini ochishni qilyapman. Qaytib kelgandim, izlab qo'ymaysizdan ha? Men nima deb sizni izlayman? Men tepaga ovochliqlaringiz ozmi? Sizdan men tepaga ovochliqingiz ozmi? Men siz sababli Subidan ayrilib qolgandimmi? Sen mubado layligicha ishkala qo'l tutishib, mol ketgandan olardi. Burun biz mo kinoxonada qo'l tutishib, o'tirib ketganini unutib qolman. Kiplas nima ekansa? To'xta. Qo'yib yeta qo'lamni. Bu qil yana sho'piti yumuran turib, uzun bo'pti-ku tutib qoldi. Qo'yib yetmasan yana adam chaqirmajmi? Bo'pti. Burun yo'qi chiqqancha yig'ilib bir g'orasidan tushib ketdi ekanmiz. Shu rasmni birdan bir Subiga avatib o'tirishlarni oydinlashtirdi. Adam chaqiramsiz, Yamandan qahva ichib ketasiz. Ha? Mashinam oyat to'xtatib qo'ygan. Men mana. Kiplas nima ekansa?